O'zbek futboli uchun og'ir va hayajonli hafta yakunlanib bormoqda. Ortda qolayotgan 7 kunlikda O'zbekiston terma jamoasi har qachongidanda ko'proq jahon chempionatiga yaqin keldi, biroq barchasi iyun oyiga qoldi. Qaynoq yozda, qaynoq o'yinlarida 37 milliondan ortiq xalqning azaliy orzusi ushalishi mumkin. Assalomu alaykum. O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionati saralashidagi oxirgi o'yinlar atrofidagi voqeliklar bilan qalampiruzda Sport Digestda. Mart kuni Tehronda bo'lib o'tgan 2026-yilgi jahon chempionati Osiyo mintaqasi 3-saralash bosqichi 8-turi doirasida O'zbekiston Eron o'yinida jangovar 2-2 hisob qayd etildi. Uchrashuvning 16-daqiqasida Hojimat Erkinov hisobni ochdi. Ikkinchi taym boshida, ya'ni 52-daqiqada Tarimiy hisobni tenglashtirdi. 53-daqiqada Abbosbek Fayzullayev jarima to'pidan gol urib hisobni 2-1 ko'rinishiga keltirib qo'ydi. 83-daqiqada Tarimiy yana bir bor O'zbekiston darvozasini ishg'ol qildi va hisob 2-2 ko'rinishini oldi. O'yin davomida O'zbekiston darvozaboni O'tkir Yusupov bir qancha seyflar namoyish etdi. O'yin yakuniga qadar hisob o'zgarmadi va bahs jangovar durang bilan tugadi. 8-turdan keyin Eron muddatidan avval mundial yo'llanmasini naqd qildi. O'zbekiston esa ochkolari sonini 17 taga yetkazib, ikkinchi o'ringa joylashdi va hamon jahon chempionatiga chiqish uchun yaxshi imkoniyatni saqlab qolmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi ustozi Temur Kapadze Eronga qarshi o'yindagi durang hisobi adolatli bo'ldi deb hisobladi. Birinchi navbatda Eron jamoasini jahon chempionatiga chiqqani bilan tabriklayman va jahon chempionatiga omad tilayman ularga. O'yin keladigan bo'lsa, albatta qiziqarli o'yin bo'ldi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Ikkala jamoa ham yaxshi o'ynadi deb o'ylayman. Bizda ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi, Eron jamoasida ham yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Albatta g'alaba qozonishimiz ham mumkin edi, lekin umuman olganda o'yinga qarab xulosa qiladigan bo'lsak, durang ham balki adolatli bo'ldi. Biz endi keyingi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Rahmat. Eron O'zbekiston o'yinida Abbosbek Fayzullayev O'zbekiston safida eng yuqori ball oldi va u 708 ballga loyiq ko'rildi. Ushbu o'yinda O'zbekiston safida eng past ballga himoyachi Abduqodir Husanov loyiq ko'rildi va u 6,5 ball oldi. Yana bir ma'lumot, Eron bilan Tehrondagi o'yindan keyin Husanov biznes jetda Tehron, Vena, Manchester yo'nalishida Angliyaga yetib bordi. U 30-mart kuni Angliya Kubogi chorak final doirasidagi Manchester City Bournemouth o'yinida ishtirok etishi ham mumkin, chunki hozirda shaharliklarda joriy mavsumda yutish uchun Angliya Kubogidan boshqa sovrin qolmadi va bu yo'lda Gvardiola, Husanov kabi ishonchli futbolchining imkoniyatlariga tayanishi mumkin. Barchasi Abduqodirning terma jamoa o'yinlaridan keyingi jismoniy holatiga, uning qisqa vaqt ichida qay darajada tiklana olganiga bog'liq. O'zbekiston terma jamoasi 8-turdayoq jahon chempionatiga chiqishi mumkin edi. 25-mart kuni jahon chempionati Osiyo mintaqasi 3-saralash bosqichi 8-turida Qirg'iziston o'z uyida Qatarni qabul qilib 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Bishkekda o'tgan o'yinda Kichin, Tishenko va Shukurov qatarliklar darvozasini ishg'ol qilgan bo'lsa, Qatardan Suhayl gol urdi. Yakuniy hisob 3-1 va Qirg'iziston guruhda O'zbekistonning yaqin ta'qibchisini mag'lub etdi va Qatar bu yog'iga saralash davomida O'zbekistonni guruhda quvib o'ta olmasligi deyarli aniq bo'lib ulgurdi. 8-turda Shimoliy Koreya Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushib 2-1 hisobida mag'lub bo'ldi. O'yinda dastlab Birlashgan Arab Amirliklari birinchi taymda hisobni ochdi. Ikkinchi taymda Koreya Xalq Demokratik Respublikasi futbolchilari hisobni tenglashtirdi. Asosiy vaqtga qo'shib berilgan vaqtda, ya'ni 90+8-daqiqada Amirliklar g'alaba golini kiritdi. Shu tariqa Birlashgan Arab Amirliklari ochkolarini 13 taga yetkazib oldi va O'zbekiston bilan oradagi farq 4 taga qisqartirildi. Shimoliy Koreyada ochkolar 2 tani tashkil etmoqda va koreyslar mundial bilan rasman xayrlashdi. Agar mazkur o'yinda durang qayd etilganida va O'zbekiston Eron bilan bahsda g'alaba qozonganida, Eronga qo'shilib O'zbekiston ham muddatidan avval mundial yo'llanmasini qo'lga kiritardi. Masala iyun oyida hal bo'ladigan bo'ldi. 5-iyun kuni Kapadze shogirdlari safarda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bahs olib boradi va bu uchrashuvda o'zbekistonlik futbolchilarni durang ham 2026-yil AQSh, Kanada va Meksikada o'tadigan jahon chempionatiga olib chiqadi. Agar oq bo'rilar 9-turda Amirliklarga mag'lub bo'lsa, 3-bosqichning oxirgi turida Kapadze shogirdlari Toshkentda Qatarni mag'lub etishiga to'g'ri keladi va shu orqali O'zbekiston terma jamoasi guruhda 2-o'rinni egallagan holda mundial yo'llanmasiga ega chiqadi. We Global portaliga ko'ra, Kapadze shogirdlarining 1-o'rin bilan mundialga chiqish imkoniyati 3-1, 2-o'rin bilan jahon chempionatiga yo'l olish foizi esa 92.9 ko'rsatkichni tashkil
tashkil etmoqda. O'zbekiston bilan durang o'ynagan Eron esa muddatidan avval 4 yillikning eng yirik futbol musobaqasiga chiptani naqd qildi. O'zbekistonning guruhdagi eng yaqin ta'qibchisi Birlashgan Arab Amirliklarining 3-bosqichda jahon chempionatiga chiqish imkoniyati atigi 4% ga baholanmoqda. Amirliklar katta ehtimol bilan A guruhida 3-o'rinni egallashi va saralashning 4-bosqichida yurishni davom ettirishi taxmin qilinmoqda. Garchi 8-turda Shimoliy Koreya to'sig'idan o'tgan bo'lsa ham, Birlashgan Arab Amirliklari milliy terma jamoasi ustozi Paulo Bento iste'foga chiqarildi. Bosh murabbiy butun shtabi bilan birgalikda ishdan olindi. Bunga termaning jahon chempionati saralashi doirasida Eronga qarshi uchralgan mag'lubiyati sabab bo'lishi mumkin. Lekin 26-martga o'tar kechasi Bento boshchiligidagi Birlashgan Arab Amirliklari Koreya Xalq Demokratik Respublikasini mag'lub qildi va jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma uchun imkoniyatlarini saqlab qoldi. Ma'lumot o'rnida Bento 2023-yilning 9-iyul kunida Birlashgan Arab Amirliklari bosh murabbiyi etib tayinlangan va uning qo'l ostida amirliklar 26 o'yin o'tkazib, 14 g'alaba, 5 durang va 7 ta mag'lubiyat qayd etdi. Amirliklar navbatdagi uchrashuvini 5-iyun kuni o'z maydonida O'zbekistonga qarshi o'tkazadi. So'ngra Qirg'iz Respublikasiga qarshi safar uyushtiradi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Moskvaning CSKA klubi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayevga Turkiyaning nomdor klublaridan biri Galatasaray qiziqish bildirmoqda. Galatasaray Fayzullayev transferi bo'yicha jiddiy qiziqish bilan chiqqan. Turk klubi hozirda o'zbekistonlik futbolchining atrofidagi vaziyatni kuzatib turibdi. Qayd etish joiz, 21 yoshli futbolchi ushbu mavsumda CSKAning muhim futbolchilaridan biri bo'libgina qolmay, O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ham asosiy o'yinchilardan biriga aylangan. Turk klublaridan tashqari Germaniyaning Bavariya klubi ham Fayzullayevga jiddiy qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar bir necha bor o'z tasdig'ini topgan. Fayzullayev Moskva klubi safiga 2023-yilda kelib qo'shilgan va jamoa bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Futbolchining narxi Transfermarkt portalida 8 million yevroga baholangan. O'zbekistonlik futbolchi Jasur Yaxshiboyev Eronning Nasaji Mozandaron klubiga ko'chib o'tdi. Yaxshiboyev va klub o'rtasidagi shartnoma 0.5+1 ko'rinishda imzolandi. Qayd etish joiz, Eron chempionatida O'tkir Yusupov, Jaloliddin Masharipov va Oston Urunov kabi o'zbekistonlik futbolchilar ham faoliyat olib bormoqda. 27 yoshli Yaxshiboyev faoliyati davomida Paxtakor, OKMK, Energetik, Shaxtyor, Legiya, Sherif, Navbahor, Ardabasi klublarida to'p tepgan. Shuningdek, u Sherif safida Chempionlar Ligasi doirasida Santiago Bernabeu stadionida bo'lib o'tgan bahsda boshi bilan Real darvozasini ishg'ol qilib, jamoasining sensatsion g'alabasiga katta hissa qo'shgan. Qozog'iston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Ali Aliyev Osiyo futboli darajasini ortiqcha baholash kerak emas deb hisoblaydi. Bu haqda u Lixtensteynga qarshi o'yindan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z ochdi. Lixtensteynga qarshi o'yinning birinchi bo'limida Qozog'iston biror marta ham darvoza tomon zarba bera olmadi. Bu paytda esa qo'shnilarimiz O'zbekiston va Qirg'iziston jiddiy natijalar ko'rsatmoqda. Qirg'iziston Qatarni mag'lub etdi, O'zbekiston esa jahon chempionatiga chiqishga yaqin. G'alaba muhimligini tushunaman. Chindan ham dastlabki 40 daqiqada biror marta ham darvoza tomon zarba bera olmaganimiz fakt. Biz o'zimizni qo'shnilarimiz bilan solishtiradigan bo'lsak, Qirg'iziston Qatarni mag'lub etdi, O'zbekiston esa jahon chempionati final bosqichiga chiqish arafasida. Qirg'iziston ham O'zbekiston ham 3 markaziy himoyachi bilan o'ynab, o'z imkoniyatlarini qidirdi, deydi Aliyev. Shuningdek, Aliyev agar Qozog'iston OFK tarkibida bo'lganida jahon chempionatiga chiqishi mumkinligi haqida to'xtalib o'tdi. Agar biz ham Osiyo mintaqasi tarkibida bo'lsak, jahon chempionatiga aniq yo'llanma olamiz, ammo Osiyo futboli darajasini ortiqcha baholash kerak emas. Uels va Shimoliy Makedoniyaning o'yini buni isbotlaydi. Bugun biz 2 ta gol urdik va yoshlarga o'zini ko'rsatish imkoniyatini berdik. Mag'lubiyatlar seriyasidan so'ng g'alaba qozondik. Bu esa oldinga siljayotganimizdan dalolat, deydi Aliyev. Ma'lumot o'rnida Qozog'iston milliy terma jamoasi UEFA saralash G guruhidan o'rin olgan. Guruhda qozoqlar Shimoliy Makedoniya, Uels, Belgiya va Lixtensteyn bilan jahon chempionati 2026 yo'llanmasi uchun kurash olib boradi. 22-mart kuni bo'lib o'tgan birinchi turda Qozog'iston mehmonda Uelsga 1-3 hisobida mag'lub bo'ldi. Ikkinchi turda yaqqol outsider Lixtensteyn ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Keyingi turlarda Qozog'iston, Shimoliy Makedoniya va Uelsni o'z uyida qabul qiladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi shu yilning kuzida aynan Qozog'istonga qarshi o'rtoqlik o'yini o'tkazishi mumkin. O'yin noyabr oyida xalqaro tanaffus vaqtida bo'lib o'tishi rejalashtirilmoqda. Ma'lumot o'rnida Qozog'iston terma jamoasi jahon chempionati 2026 saralashi doirasidagi so'nggi o'yinini 15-noyabr kuni Belgiyaga qarshi o'tkazadi. Shundan so'ng Qozog'istonda bo'sh kunlar bo'ladi va aynan shu davrda mazkur bahs bo'lib o'tishi mumkin. Qayd etish kerak, O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi so'nggi uchrashuv 2022-yilning 16-noyabr kuni bo'lib o'tgan va o'shanda O'zbekiston milliy terma jamoasi vakillari 2-0 hisobida g'alaba qozongan. Bu ortda qolayotgan hafta sportiga oid eng muhim voqealar edi. Qalampuruzning sport sahifasiga obuna bo'ling. Izohlarda yuqoridagi mavzular borasida fikringizni yozing. Salomat bo'ling.